Auzubillahiminash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovat va salomlar bo'lsin. Xo'sh, mana iltimos qilinyapti. Birinchi zafaron damlamasi xususida bir ma'lumot bersangiz degan iltimos bor. Bu qanday yoziladi? Ha? Zafaron mana shunaqangi damlama bo'ladi mana. Birinchi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O'ng qo'ldan ketaversin. Iching. Ichasimizdan bismillah. İştilar. Ana. Xo'sh, qo'yib turavering. Hidlaganda birinchi mana aytib ko'raylik, mana hidi. Xo'sh. Haqiqatan damlamani hididan bilinib turibdi majozi sovuqlik. O'tiradimi? Majozi sovuqlik. Endi hozir ta'sir doiralari. Hozir ozgina bir 2 minut turamiz. Xo'sh. Ungacha holatlarda og'izdagi bo'layotgan holatlarni his qilib turinglar. Bo'ptimi? Keyin sizlarga aytib boraman. Sizlar ham bitta narsa to'g'risida xulosaga kelib olasizlar. Bo'lgandan keyingi holati ona o'chog'ida damlamasini ichganda qanaqa bo'ladi? Damlamalarda ichgan ekansiz. Alhamdulillah. Hozir mana sistemadagi ta'sir doiralarini birodarim, mana undan bitta xo'plab ko'ring. Keyin surishtiramiz. Bitta xo'plab ko'ring. Zafaron damlamasi. O'tirib oling, mana shu yerda o'tirsiz hozir o'zidagi ta'sir. Alhamdulillah. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar, salomlar bo'lsin. Buni ta'sir doiralari xususida mana ozgina billalashib, mana tatbiq ko'ringlar, fikr yurgizib boramiz. Xo'sh. Bu his nima? Bu organlarimiz bizni butun tanamizning elchilari hisoblanadi. Biz mana bu narsani zafaron damlamasini mana tatib ko'rdik. Og'zimizga borishiga burun hid masalalari. Ha? Xo'sh. Bunday turib qolingan bir sovuqli narsani iste'moli o'ziga yarasha jiddiy taftib berdi bosh tomonga. Bosh tomon asosiy sistemasi mana bu qismida ozgina og'riq holatini mana hozir ichgan bo'lsa keltirdi, ha? Bilyapsizlar? Ha. Bu nima degani deyiladigan bo'lsa, bu hissiy holatimiz
hissiy holatimiz. O'ziga yarasha bunga hozir fikrini bildiryapti. Xo'sh. Bu yer qayerda paralleli deydigan bo'lsangiz, bu yerimiz birinchi parallel ichki sistemamizni paralleli bo'ladi. Inson ichki buzilishlari bo'ladigan bo'lsa, mashetida og'rig'i bo'lib qoladi. O yomon ko'zimni tagi og'riyapti, mashetim og'riyapti deb yuraveradi. Bu asli ichki sistemada. Endi bu sovuqli bo'lganligi uchun ichki sistemamizga ta'sirini yetkazgandan keyin bu yerimizga og'riq chiqdi. Bildinglar-a? Ozginadan keyin og'riq chiqdi. Xo'sh, endi qo'pladik. Qo'plaganimizda og'zimizda boshlandi. Siz aytgandek, onorda po'stini damlamasi dedingiz-ku. Xuddi o'shanga o'xshagandek, ellab turib, lab tomondan ketyapti, ellab turib, til tomondan. Til tomonimizda mana bu kichkina tilimiz bilan tilimizni uchini o'rtasi o kichkina tilimizga yaqin joyda hozirgacha uyushganga o'xshagan holat turibdi. Bilyapsiz-a? Xo'sh, bu nimadan dalolat beradi deydigan bo'lsa, kichkina til holatlarimiz. Til insonni bunaqasiga bo'ling. Mana tilni uchini paralleli gemoroyga to'g'ri kelib turib, bu yog'i shunday ketyapti. Bu sistemamizga, tepa boshqaruv sistemalarimizga ketyapti, rabochiy sistemalarda. Tushuntirdimmi? Xo'sh, tilimizni uchi ozgina xuddaligi nimasi bo'ladi? Qurush qanga o'xshagan holatlar bo'ldi hozir, bilsanglar. Ha? Keyin hozirgacha uyushganga o'xshagan holati turibdi. Tomoqlarimizda ketishda qizitish holatlari bilan picha o'tdi. Sizlar tomoqlarda qizil o'ngachga yaqin joylarda. Aytavering, o'zlaringiz holatda aytavringlar. Bildinglar-a? Ko'plagandan. Sepadigan dorisini juda oz sepganligini qashishini beryapti. Bu tomoningizga bo'shashtiryapti og'iz bo'shlig'ini. Aha. Endi bu sistema uni ta'sir doirasini qarang. Tilimizga ta'siri ichki sistemamizga bo'lyapti. Hali tilimizning uchidagi holatlar hozir aytganimizdek onorda po'stini damlamasini ichgandek holatda turibdi. Bu boshqacharoq uyushganga o'xshagan holatda turibdi. Bu sog'lik o'ti ichki sistemamizga o'ziga yarasha ta'sir doiralarini ko'rsatyapti. Keyin bilgan bo'lsanglar, inson o'tiga ta'sir doirasini ko'rsatdi. Bitta og'riq bo'lib oldi. O'tda bir og'riq bo'lib oldi. Keyin ichki sistemamizda mana ushagan holat bo'lib turib, sal mana bu ichaklar bilan ozgina siqib turishlik holatlari bor. Endi bu xo'sh nimadan bo'ladi? Bu holatlar siz ichimizdagi buzilishlarni islohotidan. Tushuntiradimi? Endi bu ichimizdagi buzilishlarni islohotidan. Endi bu labimizdagi holat, ichimizda hozirgi kunda ma'lum bir darajada mana har xil qovun yeyapmiz, tarvuz yeyapmiz, iste'mollar. Undagi zaharlanish holatlarini ham borligidan ichimizda shunaqangi bir holatlar bo'ldi. Tomog'imiz ozgina shamollash, sovuq ichib qo'yish, shunga o'xshagan holatlar borligi, bu yerdan bir qator qizish, stomatologda sepganiga o'xshagan dedingiz-ku. Sovuqni sovuq kesadi, issiqni shuni aytadi-da. Bu yerimizdagi ushab qolgan uncha narsalarda bu narsa bir qator qizishlik berib bordi. Bu degani issiqlik emas. Bu sovuqlik holatini biz organizmimizga berayotgan ta'sir doiralari. Tushuntiradimi? Organizmimizga berayotgan ta'sir doiralari. Hali tomog'imizdagi, bu yerimizdagi mayda narsalarni, masalan, bugungi kunda bo'lgan sovuq o'tishlik, ma'lum darajadagi muzli narsani yeb olishligimiz, ichib olishligimiz holatlarini buni sovuqlik bo'lganligi uchun issig'ida o'rnida ichilganligi uchun shu narsalarni bir qator yo'qotib ketyapti. Hozir endi tomoqlarimiz, og'izlarimiz qurishagan holatda turibdi. Yo bundaqa emasmi sizlarga? Suvni qochirganda xuddi shunaqa, qurishagan holatda turibdi. Bilyapsiz-a? Bu ichki sistemamizda o'ziga yarasha ta'sir doiralarida kuchliligi. Lekin qo'pladik, kompotga o'xshatmadik-ku biz buni. Nimaga kompotga o'xshatmasa? Kompotni bir qo'plagandan keyin oxirigacha bittamizni ichib qo'yamiz, yana bitta qo'y deymiz. Nimaga deyiladigan bo'lsa, undagi
holatlar, insonda organizmga bo'lgan ta'sir doiralari shu daraja yuqoriki, mana bu hislarimiz hammasi talab qilaveradi. Tushuntiradimi? O'sha og'izga kelgandayoq miya sistemamiz ko'proq deydi. Tushuntiradimi? Ko'proq deydi. Bitta ichdik, ikkita ichdik, bunaqa stakanda. Uchinchisini ham ichdik. Voy alhamdulillah, maza qildik deymiz. Bo'ldi kompot. Bu yerdagi holatlarimizda yumshagan holatlari, chiroyli holatlarini o'sha zahoti his qilamiz. Keyin ichimizda hozir mana jigar sistemamiz o'tga ta'sirini aytdik. Endi jigar sistemamizda ham qurshaganga o'xshagan holatlar bo'lib turibdi. Mana mashinetimizda bu sistemamiz bor-ku. Boshqacha holat bo'lib turibdi. Endi sizlardagi holatlarda qanaqa o'z his qilalyapsizmi yo'qmi? Bu nimadan dalolat beradi deydigan bo'lsangiz, bu narsa beryapti hozir. Jigar, qon sistemamizga, jigarimizda islohotiga yordam qilyapti. Jigarimizdagi uncha-muncha holatlarga. Tushuntiradimi? Biz bu narsani qon bo'ladi deya olmaymiz. Tushuntiradimi? Qon bo'ladi deyilganimizda holat organizmimizda tortishidayoq allaqachon boshdayoq ishtirib qo'yadi, sortirib qo'yadi bu narsani. Tushuntiradimi? Endi bu jigardagi uncha-buncha sovg'utchilik, qon jigar holatdagi uncha-muncha shamollashga o'xshagan narsalarni ham ko'tarishlikka xizmat qilyapti. Tushuntiradimi? Endi mana ichki sistemamizdagi holatlar qo'yib turib bir xilda siganga o'xshagan holat bo'lib turibdi. Bilasizlarmi? Ta'sir doiralari. Chanqatishni boshladi. Ha, chanqatishni boshlaydi. Bu mana sistemamizga qilgan ta'sir doirasida-da. Endi hozir ichki sistemamiz, ichak tomonlarimizga bunday hisobini olinglar, qiziganga o'xshagan holatlar. Tushuntiradimi? Endi bu nima qilyapti? Ichak sistemamiz asab tolalarida bir qator qizishlik, ya'ni normativ holatga o'zini ushlab olish holatlari kuzatilyapti. Tushuntiradimi? Oshqozonimizdagi holatni ham bir xilda mo'tadillikka kelib qo'yapti. Endi shu bilan insondagi ichki sistemalar, ichakdagi yurishlik holatlar, sistemalar ham juda chiroyli holatda ishini bajaraveradi. Tushuntiradimi? Endi bu ichakda chiroyli mo'tadil holatga olib kelib, ishlash sistemalari, ichidagi uncha-muncha sovuq o'tganlik, dam bo'lishlik, boshqa bo'lak holatlarga mana qizdirib, bir qator asab sistemalari yurish, ishlashiga ta'sirini ko'rsatganligi uchun nima bo'ladi desa, ichak sistemalarimizda bir xillik. Xuddi xo'sh, arpa unini mo'j demagandirsizlar, arpa nonini. Arpa noni inson ichki sistemalarini juda chiroyli holatlarda ishlashlikka xizmat qilib beradi. Tushuntiradimi? Arpa noni. Xuddi o'shunga o'xshagandek bizning ichki sistemalarimiz ich yurishligi-yu, ichaklarda ishlashi. Har xil holat, har xil narsalardan qutulinadi. Ich qatib qolishliklarda ham. Nimaga desa, mana bunday hozir ta'sir doiralari butun ichak mikrofloralar deymizmi? Mikro qisqasi hissiyotlariga ta'sir doirasini kuchli beryapti. To pastigacha ketyapti, yo'g'on ichagigacha beradi bu. Chunki tilizdagi uchidagi uyushib turish holati hozirgacha turibdi. Bilasizlar-a? Qo'yib yuborgan yo'q. Ushlab turibdi. Kamiga nima bo'lyapti deyiladigan bo'lsangiz, kamiga chanqagan bo'lib turibdi haqiqatan. Qurshati bo'ldi, og'izda sistemamizda qurshati bo'ldi. Endi o'ziga yarasha sistemaga ta'sir doiralari, bu sistemalarimizga o'ziga yarasha ta'sir doiralarini ko'rsatyapti. Bu biz hozir aytib o'tayotgan narsa bu mana shu nimamizni qadari. Zafaronni qadari. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichildi, lekin talab doirasi kuchli emas. Mana bu bir xil bilan ho'plab qo'ydimmi? Talab doirasi kuchli emas. Lekin hozirgi sistemamizdagi jarayon qanday bo'lsa o'shanday holatlarda turibdi. Arqa tomondagi holatlari sekin qo'yib yuborib ketyapti. Chunki birinchidayoq bu sistemamizdagi uncha-muncha narsalarni olganligi uchun bu arqa tomondan qo'yib yuborishligi, kichkina til tomondan illatib tilni qo'yib yuborishligi bu sistemamizdan qo'yib yuborishligi. Tushuntiradimi? Insonda Alloh taolo shunaqangi bir mukammal qilib yaratib qo'ydi. Aytamiz, Xitoy taboboti qarab olsin. Nimaga qarab olsin deydigan bo'lsa, biz bergan
to'chka ma'lumotlarga inson qarang, tish deymiz. Tishda ham inson shunday o'tirilibdi, insonda paralleli ketyapti. Paralleli ketyapti. Bu tomon, u tomon. Qaysi tomonda og'riq bo'ladigan bo'lsa, tishimizni, o'sha tomonimiz qo'limiz yo oyog'imiz. Bu sistemalarga o'to'sda berganmiz. Insonda mana jag'imiz turibdi, bu yerimiz. Bu yerimizda insonda oyog'i holati, mana shunday holatda o'tirgan holatda oyog'ini shunday qilib prostatitdan monetozdan parallel bo'lib ketyapti. Tushuntirdimi? Mashetda mana prostatitniki, liboy odam mashetizmda shuni o'zi boshqacha his qiladi. Mana tugashini ikki tomondan boshlanib kelib tugashini yumshoq joyning tepasida ushlab tursangiz, o'zi boshqacha his qilasiz. O'zi boshqacha hissiyotda bo'lib turasiz. Ashi prostatitni paralleli hisoblanadi. Tushuntirdimi? Bu masalan mana monetlarimiz, mana sistemamiz insonni gavdasini paralleli. Labimiz bu yuragimizni paralleli. Tushuntirdimi? Yuragimizni paralleli. Hammasi parallellar birin-ketin bunga ma'lumot berganmiz. O'shanga bir qator qarab olaverasizlar. Aytmoqchi bo'lgani, bu sistemamizda hozir o'ziga yarasha ish koeffitsiyentini ko'rsatyapti. Tushuntirdimi? Endi bu degani nima degani deyiladigan bo'lsa, bu organizmimiz zafaronni ha deganda xohlavermaydi. Tushuntirdimi? Biz bundan mana bitta ichib oldikmi, organizmimizda bir qator islohotlar bo'ldi. Bir qator tozalanish, mayda sovg'otganlar, hozirgi aytganimizdek nuqsonlar, ichak, asab sistemalarini holatlarini bir qator yangilab yubordi, o'zini qadari bilan ta'sir doiralarini ko'rsatdi. Ichak sistemalari normativ holatlarda keldi. Shu bilan nima bo'ladi desa, bu ich yurishga ham foydasi bor. Ich qatib qoladi odamlarga. Tushuntirdimi? Bu hissiyotimizga berishligi asab chigallari deymiz. Ich qatishli ko'proq asab chigallarida bo'ladi. Hozir bu sistemalarimiz og'riqda bunday berdi. Ichki sistemamiz. Hozir mayda og'riqlar ham qo'yib yuborib qoldi, bilgan bo'lsanglar. Qo'yib yubordimi? Ko'rsaydi, bir bergan. Bu ichki sistemalarimizniki bergan holatlari mana bu narsalar mana o'ziga yarasha qo'yib yuborib qoldi. Bu inson organizmida o'zini ta'sir doiralarini, qadarini chiroyli holatlarda ishlatadi. Tushuntirdimi? Alloh taolo demak, buni ham siz uchun, biz uchun ichki sistemamizni islohotiga go'zal holatda bunga qadar bitib qo'yyapti. Tushuntirdimi? Biz ichimizga kirib olib, anoni aqa qil, manoni baqa qil, hech narsa qila olmay qolamiz-ku. Tushuntirdimi? Endi bu o'ziga yarasha bir qator sistemamizni organizmimizga bir qator o'zining ta'sir doiralarini ko'rsatib boryapti. Endi bu insonga plus holatlari. Lekin bu narsani bilgan shunchalik hozir sizlarda qanday his qilib turgan odam aytadi, bo'ldi, menga zarar qildi deydi, yoqmadi deydi. Yo'q, yoqmadi emas. Sen ichib qo'yaver, senga oshcha zarari yo'q. Endi ozgina zarar sistema holatlariga ta'sir holatlari qanday bo'ladi desa, mana bu yerimizda oshqozon tagida ozgina og'riq holatini keltirdi. Bu nimaniki desa, bu oshqozon osti bezi. Chaqaloqning kallasidek oshqozon osti bezi siz bilan bizga xizmat qilib beradi. Bunday his qilinglar, mana shu yerda sal pastroqda. Ozgina og'irlik xuddi bunday toshimda ilganga o'xshagan holat. Juda oz ichdim men. Men ozgina sal ko'proq ichdim-da. Endi bu ham nima deyiladigan bo'lsa, bu ichki sistemamizni asosiy holatlaridan bittasi mikroorganizmlarda organizmga ishlab chiqarib beradigan oshqozon osti bezimizga ham o'ziga yarasha ta'sirini ko'rsatyapti. Xo'sh, bu degani nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, oshqozon osti bezi kasalliklari bor odam, sahar deymiz, qandli diabet. Bunga o'xshagan odamlarga ta'sir doirasini ozgina yuqoriligi. Tushuntirdimi? Bunday holatda ichdimi, bir qator ichki sistema tozalaganlar ichdimi, juda yaxshi. Yana xuddi shu piyalada bitta choy qoshiqda asal solsin, qaynab ilimliq bo'lgan suvga asal quyib turib, aralashtirib turib, bismillahirrohmanirrohim deb his qilib ichib olsin. Tushuntirdimi? Bu sistemaga, oshqozon osti bezlariga qilgan ta'sir doiralarini ham chiroyli holatda minusovoy emas, plyusovoy holatga urib beradi. Tushuntirdimi? Yaxshi.
demak buni zafaronni xudo xohlasa ichki sistemalarimizni tozalashlik uchun ishlatsak bo'laverar ekan. Tushuntiraldimi? Domla mana shu nima to'g'risida. Mo ishchalik uspokoyительный nimasi ham bor ekan, hali qandaydir bo'shashtiruvchi odamni. Bu bunday narsada asab sistemamizni hammasiga o'zini ta'sirini o'tkazyapti. Tushuntiraldimi? Buni qadarida shunaqangi bir holat bo'lyaptiki, aytdik, mijozi sovug'liq ekan deyapmiz. Mijoz sovug'liq o'tgan joylarimiz, masalan, mana hozir u qayerlarga borib keldik? Shabadada borib keldik. Mashina yon ochiq, bekitsiz issiq, ha? O'ziga yarasha ta'sir doira edi. Bu hissiy holatlarimiz o'sha zahot olib qo'ydi. O'sha zahoti. Endi bu insonga shu asab sistemasi, bu ichayimiz ishlash sistemasi degani shunaqangi narsaki, asab sistemasi yuqori aniqlikda katta quvvat bilan ishlaydigan joyi ichaylarimiz. Masalan, 15 ta mixni yutib yubordingiz. Nima bo'ladi? Siz 15 ta mixni yana sanab kutib olaverasiz. Nimaga siz o'ziga sanchtirmaydi? Bag'dan kelyapti, 3 sanchilyapti, bu yoq uchib urib bersa, buni qarang, mana bu tomonni ichaydi, bu tomonni haydab beryapti. Surib olib kelib turib, yo'g'on ichaydan 15 ta mixni sizga tushirib beryapti. Tushuntiraldimi? Endi bu nimani sura olmaydi? Siz tirnoqni sura olmaydi. Tirnoq bunaqa bo'lganligi uchun bir tomonini sursa, ikkinchi tomoni aylanib sanchaveradi. Oxir asab bag'idan haydayman deb turib, qoni tomondan surdimi? Sanchilib qolindimi? Insonni gradusda o'sadigan narsa nimani olib kelsa, tirnoq rakini keltirib chiqarib qo'yadi. Tushuntiraldimi? O'shuning uchun bu asab sistemalarimiz juda kuchli ishlaydigan holat bo'lganligi uchun ta'sir doirasida kuchli holatlarda o'zimizni nimalarimizni hozir his qilib oldik. Tushuntiraldimi? Shuning uchun buni cheklangan holatlarda iste'mol qilsa bo'ladi. Buni mijozi sovuq ekanda bu. Bilishimcha asalda ham mijozi sovuq. Yo'q, asalda mijoz bo'lmaydi. Ha. Deylik, davleniyasi tabiiy past yuradigan odamlar bo'ladi-yu. Masalan, men hozir o'zimda sezdim, jichalik nima deb harakat suslashtirib shunaqa nima jicha bo'ldi. Nima aralashtirib ichish kerak? Misol buni ichmoqchi bo'lgan nima qo'shsa bo'ladi bunda? O'sha ta'sir doiralariga orqasidan asalli suv ichsangiz kifoya qiladi. Tushuntiraldimi? Hozir bitta piyolada asalli suv qilib, menimcha mashinangizda ham yursa kerak-ku. Darrov ashandan ichib olsangiz kifoya qiladi. Asalda hech qachon asalga mijoz bermaylar. Tushuntiraldimi? Dadamiz aytadi, dum mijoz. Haqiqatan dum mijoz. Issiqligingiz olsa sog'lig'ingizni, sog'lig'ingiz olsa issiqligingizni. Sistemangizga nima kerak bo'lsa, o'sha tomonni harakatini qildirib beradigan asal. Alloh taolo Qur'oni Karimda shifo degan narsani birorta bir unaqangi holatdagi qadari bo'lmaydi. U shifoligicha qoladi. Tushuntiraldimi? Unga hech qanaqasiga nisbat bermaymiz. Zaral degan odam kofir bo'ladi asalda. Tushuntiraldimi? Chunki Xudo Qur'onda shifo deyapti. Yana bormi savol? Och qoringa, to'q qoringa qanaqa paytda ichsa yaxshiroq bo'layapti? Endi hozirgi holatimizda hozir ta'sir doiralari och qoringa bergan, siz bilan bizga bu natijalari mana shunaqa. Demak, och qoringa ichilgani maqsadga muvofiq bo'laveradi. Endi buni oldindan bu to'g'risida ma'lumot berganman. Yosh katta odamlarga, qattiq holatlarda bo'ladiganlarga tez damlab berib turishdi. Tushuntiraldimi? Shunaqalarda ichak sistemalarini chiroyli ushlab turib, yosh katta odamni ha deganda qonida muammo bo'lavermaydi. Keyin tahoratga borishlik ham tez bo'ladi. Bunaqangi o'zini vaqtida bo'laveradi. Shuning uchun shunday holatlarda qilib turgani yaxshi. Yaxshi. Ko'proq tozalashga xizmat qilar ekanda ishda. Shunaqa tozalashga, ichki sistemani tozalashga xizmat qiladi. O'tgan mana shu yerdan boshlanyapti sistemani. Shuning uchun organizmimiz oshiqcha bu narsani talab qilmadi. 2 xo'plab 3 xo'plandanni o'zi ham kifoya qilib qo'yapti. Domla, oxirgi savol. Hozir biz ichib, внутренний qabul qilish to'g'risida gaplashdik-ku. Buni tashqarida kukunidan ham bir qandaydir yarachaqa nimagadir foydalansa bo'lar ekanmi? Qanday qilib? O'zidan. Tashqi holat. Endi bunday narsa, yara, chaqa, boshqa bo'lak narsalarimiz bor-ku. Alloh taolo shifo degan narsalardan 100% ga 100% foydalanaverasiz. Tushuntiraldimi? Endi hozir mana bularda mijozi mana sog'lik bo'lyapti, buni mijozi sog'lik bo'lyapti.
endi ba'zi bir hozirgi kunda o'zi salomatlikni kasb qilib olishlik harom hisoblanadi. Nimaga? Ilm ikkitadir. Bittasi payg'ambar alayhissalomlarga berilgan din ilmi, ikkinchisi tib ilmi. Qolgani kasb hunarga doir. Tushuntirildimi? Qolgani kasb hunarga doir. Kasb qilganlarimiz 7 xilidan, 8 xilidan, 15 xilidan, 37 xilidan deb turib har xil damlamalarda qilib berilyapti ekan. Bunday olib qaralganda birortasi bir qadariga to'g'ri kelmaydi. Mijozga to'g'ri kelmaydi. Tushuntirildimi? O'shanday iste'mollarimiz xato iste'mol hisoblanadi. Tushuntirildimi? Undan ko'ra mana hozir berdik, ta'sir doiralarini o'rgandik. Shunday holatlarda xudo xolasa chiroyli foydalansak bo'laveradi. Ta'sir doiralari inson organizmi yaxshi ekan, lekin ta'sir qilish jarayonlarida jicha o'zgarishlar bo'lsa, menga zarar qildi, menga yoqmadi degan narsani ishlatmaylik. Orqasidan piyoladagi dog' suvga bitta choy qoshiqda asal qilib ichib olaylik. Tushuntirildimi? Bormi yana savol? Endi ichish miqdori bo'laveradi. Mana shu qancha 100-120 gramm, ha? Bitta odamga bo'laveradi. Xo'sh, och qoringa ichilgani ma'qul. Bu narsani bosib ichishni tavsiya qilmayman. Masalan, mana shuni damladingiz, ha? 2 marta, 3 marta ichib, yog'iga bu aynib ham qoladi. Bir kunda bir qator ichingizni isloh qilib olsangiz, anchaga kifoya qiladi. Yoshi katta odamga sal ko'proq damlab berib tursa. Nechgacha ichish kerak odamlar buni? Tugaguncha deyapman mana hozir. Bir kun, ertasi kuni, keyin Yo'q, unaqa shart emas. Tushuntirildimi? Organizmingizdagi o'zgarish holatlari, bu oshqozon osti bezidagi o'zgarish holatlari jichani qiynab qo'yishi mumkin. Tushuntirildimi? Ha, sahar olib qo'yapman, hozirgi bunaqa og'izga mana ta'sir doira. Hozir ham qurib turibdi og'zalaringiz, bilasizlar-a? Bunaqangi holatlarda keyin sahar olib qo'yapman deb odamlar bilasiz, hozir cho'chqani darrov nimasini so'lagiga yopishgan bo'lib qoladi. Nima deydi? Insulinlar, ha? Ta'mi og'izda bir chay bormaguncha ketmaydi ham. Ketmaydi. Ha, chunki bu tozalovga xizmat qiladi. Ukam savoli to'g'ri. Sistemamizni tozalovga xizmat qiladi. Biz bu bilan qon ko'payadi demaymiz. Nimaga deganda jigarlarda ham bir qator tozalovni o'tkazib oldi. Jigarlarga ham bir qator tozalovni o'tkazib oldi. Ichki sistemalarimiz ham shu. Endi kim bunga boshqacha nisbat berib, anunga shifo, manunga shifo deb harakat qilib, gapirib, reklama qilib yo biznes qilayotgan bo'lsa, xato qiladi. Tushuntirildimi? Biz mana hozir sizlarning ishtirokingizda ta'sir doira bildingiz-a holatlar. Endi bu narsani aytib o'tdik. Bu narsaga bu bergan izohimizga qiyomat kuni ham javob beramiz. Bu kasb pasta salomatlik. Bu ilm. O'rgandinglarmi? O'rgatinglar. Bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Buni biznes emas. Buni bemalol foydalansa, olsa, uyda eksa bo'ladi. Men uyimga o'rtaliga haligi ayollarga o'sma sepgandek qilib, bundan ham picha joyga sepib qo'yadi. Chiroyli holatlarda chiqaradi. Bemalol chiqib, nima qilib foydalansa bo'laveradi. Bormi yana savol? Tushunarli bo'ldi? Yaxshi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.